Bugün 9 yanvar 2026 yil Moskvaga yarim metr qor yoqqan. Mashinalar mana turibdi. Mana qarang, ko'rishlaringiz mumkin. Traktor tozalayotgan qancha ko'tarilib ketgan sugrobi. Mana shu biratlar joniga tuzum bersin. Mana shunday bo'lyapti. Yarim metr tushadi degan gapi bor. Metro Naximskiy prospekt. Qor to'xtamay qo'yyapti. Akam qarovlik qilganda mana turib olgan. Yo'llar tezib yotdi hamma. Qor qo'ygan. Pizdes bu. Yo'llarga yurmaydi mashinalar. Naximskiy prospekt. Azovskiy улица bu. Yo'lni qaranglar, yo'l qor. Voy, yomg'irday qo'yyapti, yomg'irday. Ehtiyotga bo'lamiz, ko'ringlar. Ukalar, akalar. Bugungi o'zi uyga o'tsam bo'laydi, keyin bozorga ishlaymiz, boraylik. Keyin bilan kelib qoladi. Arzon narsa 1-2 barobar qimmatiga uchib ketadi. Bitta kelib qolsa ham. Shuning uchun ishga chiqyapman. Mana ketyapti, qo'ya. Qor ko'rinyaptimi yo'q etkani?